Top 3 ta telefon uchun ochiq dunyo o'yinlari, ayniqsa birinchi o'rindagi o'yin prosta dahshat ekan do'stlar. 3-o'rinda Flex City onlayn o'yini. Ushbu o'yin GTA ga o'xshash juda ham ajoyib real play o'yinlardan biri. Ya'ni bu o'yin hayotiy qilib ishlab chiqarilgan. Xullas, bu o'yinda siz bitta shaharda tug'ilasiz va sekin-sekin astalik bilan dastavshik bo'lib ishlab, sekin soqqalarda qilib, o'zingizni mafiyangizni katta shaharda qurishingiz kerak bo'ladi. O'yinning grafikasi, atmosfera shunaqangi zo'r qilingan va ushbu o'yinda siz 100% realniy odamlar bilan birgalikda ham o'ynasangiz bo'ladi. Ya'ni ovozli chat qilasiz yoki prosta chat qilib ham o'ynasanglar bo'ladi va bemalol slabi telefonda ham o'ynab ko'rish tavsiya qilaman. O'yin juda ham ajoyib qilib ishlab chiqarilgan va o'yinning kartasi ham yaxshigina katta. Xullas, bu o'yin o'ynasanglar umuman zerikib qolmaysizlar. Ikkinchi o'rinda Car Driving Simulator o'yini. Ushbu o'yin ham juda ham ajoyib poyga hamda test qilish o'yinlaridan biri. Xullas, bu o'yinda siz o'zingizga ma'qul bo'lgan bitta mashinani tanlab test qilishingiz mumkin bo'ladi yoki xohlaganingizcha mashinada sayr qilsangiz ham bo'ladi. O'yinning grafikasi, atmosfera shunaqangi zo'r qilingan. Xullas, mazza qilib o'ynaysiz, katta xolangizda uyda yurgandek mashinani haydasangiz ham bo'ladi. Xullas, o'yin prosta olov qilib ishlab chiqarilgan. Birinchi o'rinda esa Sword of Justice o'yini. Ushbu o'yin ham juda ham ajoyib RPG o'yinlardan biri bo'lib, xullas bu o'yinda siz fantastik dunyoda turli xil narsalarni kashf qilishingiz hamda sayohat qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'yinga kirganingizda sizga bitta personaj beriladi, ana shu personajda dunyo bo'yicha sayohatlarni amalga oshirasiz. O'yinning grafikasi, atmosferasi prosta olov qilib ishlab chiqarilgan va bu o'yinni men ozgina Genshin Impact o'yiniga o'xshatib yubordim, lekin o'yin prosta olov qilib ishlab chiqarilgan va bu o'yin onlayn ravishda o'ynaladi. Ishoninglar, bu o'yinning grafikasiga prosta gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ayniqsa buni naushda o'ynaydigan bo'lsanglar, miyalaring anchagina tinchlanib qoladi. Videodagi o'yinlar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosing, obuna bo'ling va keyingi videoda qanaqangi o'yinlar chiqishini xohlaysizlar, sirazu kommentariyada yozib qoldirib, GameFox 23 ga obuna bo'lish esdan chiqmasin.